Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Timur Azamov. Bugun men sizlarga Pocket Auksion Tradingda telefonda savdo qilib ko'rsatib beraman. Bugun stabil savdo qilamiz. Shu sabab o'zimda Glavniy hisob raqamimga o'zimni katta akkauntimga o'tib olganman. Bilasizlar, stabil savdo qilganda faqatgina forex valyutalarida, bez OTC valyutalarida ishlayman. Chunki stabiliga eng yaxshisi mana shularda ishlash. Biz bu yerda pastga bitim ochib qo'ydik. Trending zonalar bo'yicha pastga bitim ochib qo'ydim. Do'stlar, VIP darslik kanaliga start berilgan. Qo'shilish bepul. U yerda Xudo xohlasa o'zim bilgan barcha bilimlarni, bozorni to'g'ri analiz qilish, psixologiya, risk, money management hammasini sizlarga Xudo xohlasa o'rgataman. Qo'shilish bepul. Qo'shilmoqchi bo'lganlar bemalol Telegramdan adminga yozib qo'shilib olsanglar bo'ladi. Mana bu bitimimiz уже foydada yopildi. Bugungi maqsadimiz bir $500 foyda qilsak, shunga yaqin foyda qilsak yetadi. Mana bu juda ham chiroyli yurib berdi, lekin ko'ringlardek 54% ga tushib ketdi. Shu sabab boshqa valyutning paramizga o'tganimiz yaxshi. Demak, biz boshqa valyutning paramizga o'tdik. Funt out. Bu yerda bitta pastga ushlab ochib qo'ysak, unaqa ideal maso atak pastga ketishiga analizlar bor. Bu yerda mana bu trend tortadigan bo'lsa, ya'ni mana bu trenddan tortadigan bo'lsak, yorib chiqmagan, ko'rganinglardek plus ikkitalik cho'qqi mana shuni yorib chiqib, qat'iyan mana bulargacha, mana minimumlargacha shu berishi kerak. Agar mana bunaqa bo'lib ketmasa, mana bunaqa variant ham bor. Hozir ko'rib turibsizlar. To'rtburchak yiqib turib, to'rtburchak yorib dash otib ham mumkin. Bu ham xavfli. Shu sabab ikkita emas, bir dona bitim ochib qo'ydim. VIP kanalda texnik analiz qilish, patternlar bilan, indikatorlar bilan ishlash, undan tashqari o'zim ishlatadigan razgon strategiya hammasini o'rgataman. Undan tashqari har hafta yoki 10 kunda bir bozorga moslashgan yangi strategiyalarni tashlab boraman. Ajoyib, mana bu bitimimiz foydada yopib qoldi. Yaxshi, bu bitim ham foydada yopildi. Shu yerdan yana bitta ushlaymiz. Sizlarga hozir men tushuntirib beraman. Nima deb turgandim? VIP kanalda nimalar ulashishda deb turgan edim. Undan tashqari o'sha har hafta yoki 10 kunda bir yoki yarim oyda bo'ladimi, bozorga moslashgan yangi strategiyalar keladi, yangi indikator bilan bo'ladimi, qanaqa bo'lsa ham strategiyalar keladi. Ana shu strategiyalarni ham sizlarga tashlab o'rgatib boraman. VIP kanalga pastayan odamlarni bepulga qo'shmayman. O'zim mo'ljallagan ma'lum bir son bor. Ana shunga yetgandan keyin VIP kanalga qo'shilish to'liq yopiladi. Keyin pul to'lab ham qo'shila olmaysizlar. Endi uni bilmadim, u qachon yetadi. Mavjud bir oyda yetib qolishi ham mumkin, agar ko'pchilik qo'shilib olsa. Shuning uchun uspet qilib qo'shilib olinglar. Chunki hammaga ham o'rgatishni o'zim xohlamayman. Shuning uchun o'zim bir nima desak, o'zim shu o'ylagan bir songa yetgandan keyin уже bo'ldi, VIP kanaliga qo'shilish yopiladi, keyin pul to'lab ham qo'shila olmaysizlar. Yaxshi, bizani shu bitimimiz ham foydada yopildi. 3 ta bitim ochgan bo'lsak, 3 ta bitimda foydada yopdik. Tak shunda qancha foyda qilgan bo'lamiz? $500 dan oshiqroq foyda qilib biz ekan, balansimiz 25 mingga yetdi. Xudo xohlasa keyingi haftaga 30 mingga olib chiqsak, 10 mingni yechamiz. Yana balansda 20 ming bo'lsa, yana 20 mingdan sekin stabilni ishlaymiz. Sizlar kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketinglar, savolinglar bo'lsa yozib ketinglar. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha barchangizga xayr, sog' salomat bo'linglar.